Demak, sen oldinda yurasan. Nimaga? Просто. Ayvon chiqadi. Yur. Fer doston. Osmondan chiqadi, tepadan tushmasin. Ketdi tezroq. Speedrun qilamiz. Tak. 1, 2, 3. Tepadan tushmasin. Tez. Osmon. Aka qo'rqaman. Yo'q. Ani so'rama, Voy boshchi dahshat ekanlik hech dostonni boshiga kirgizib qo'ydik. Okay, tekka. O'zimiznikidagi mana labirint oyna. Toza qo'ysa-da deyiladi, oynasini shantaraqsi bor. bir tomonga. Shopping qilgani keldik biz. Shunaqa chiroyli taqimchimi? Yumshoqligini. Anitda zadaniya beryapti. Powerlarga, xizmatchilarga hammasini terib qo'yib zadaniya berishyapti. Power akamiz bu yerda. Bu yerda охранникimiz. Xullas juda katta to'y bo'ladi bugun. Ertalab kecha bo'ladi. Azizlarim, kuch-quvvat tilaylar. Kechqurun yaxshi uxlay olmaganman. Soat ertalabga yaqin 4:30da uxlab qoldim keyin. Ishonasizlarmi, vashshe charchadim. Qanaqadir begona sirayman-da, hech ham boshqa joyda uxlamayman. Voy, vamitda chiroyliligini. Xullas, mana shu yerda Bu yerda har bittasi mana shu menyusi bor. Rostdan. Ha. Olib yedi. Kim ekan dedim, doston qo'rqib ketdi. Doston Qo'rqilab yuribman. qo'rqilab yuradi mana shunaqa. Ertalab hech nima yo'q edi. Yo'q, Mana shu o't bor edi. birpasda qurib tashlashib chiqaray dekoratsiyani. Mana bu hozir ko'rsataman, mana bu qaranglar. LED ekranli va bu yerda sahna. Sahnada biz Xudo xolisi qo'shiq aytib hammani raqsga tushiramiz. Oho, bu yerda ham bitta olam-ku. Qo'riqlash xizmati ham bor ekan. Xullas, men bilan birga yuringlarchi, ko'p narsa ko'ramiz. Bu yerda ham shvedskiy stol boshlandi. Ko'rasizlar? Mana ketdi, aylana bo'lib qaranglar. O, mana shvedskiy stol. Hamma xizmat